Bugun sizlar bilan birgalikda AI ya'ni sun'iy intellekt orqali shunaqa kreativ rasmlarni bir necha daqiqalarda tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Video shu joyda men sahifamga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'ying. Hop, video darsni boshladik. Demak, biz xuddi shunaqa rasmlarni generatsiya qilishimiz kerak. Men kanalimda shu post tashlaganimda izohida promptini qoldirganman. Hop, birinchi navbatda promptni olib, keyin uni so'riga tashlaymiz va bu yerda Cambridge uchun qilingan Cambridge joyini o'chirib turib qilishimiz kerak bo'lgan brend nomini yozamiz. Masalan, Bellissimo pizza bo'lsa, Bellissimo pizza qilamiz. Keyin bu yerdan uni logosini olishimiz kerak. Kartinki mashdan logotipini olib turib copyright qilamiz va buni ham so'riga tashlaymiz. Prompt qolgan joylar shundoq qoladi. Shu brendni o'zgartiramiz va bu yerda qanaqa formatda bo'lishi 3x2 kvadrat va 2x3 holatda razmerlar bor. Bu yerda nechta generatsiya rasm chiqarish kerakligi shularni qilishimiz kerak. Ikkita yoki bitta. Hop, biz ikkitani bosamiz. Bu yerda kvadrat birga bir qilamiz. Keyin remix generate bo'ladi. Hop, bu yerda ozgina kutganimizdan keyin rasm o'z tayyor bo'ladi. Hop, shu rasm tayyor bo'lgan paytda sizlarga bitta narsani aytib ketaman. Bu so'ri sun'iy intellekt ChatGPT'niki hisoblanadi, ya'ni shu OpenAI'niki. Agar siz ChatGPT'ni podpiskasini sotib oladigan bo'lsangiz, bu so'riga ham do'stlik ochiladi. Hop, ChatGPT'ni obunasi $20 va $200 tariflari bor. Siz $20ligini sotsangiz ham shu so'ri uning ichiga kirib ketadi va so'ridan ham bemalol foydalana olasiz. Hop, 18% ozgina kutamiz. Hop, mana tayyor bo'ldi. Mana kirib qarasangiz, o'sha kanalga tashlagandek xuddi shu rasm qilingan, faqat boshqacharoq. Bu xuddi boshqa tepadagi rakursdan olingan. Logotip yaxshi tushgan, qolgan elementlar ham yaxshi chiqqan. Hop, bunisi ham yaxshi chiqqan, prosta lekin balon suvda bo'lishi kerak edi. Lekin bu quruqlikda bo'lib qolgan, shunisi noto'g'ri ketgan. Hop, yana bitta logo bo'yicha qilib ko'rsa ham bo'ladi. Masalan, Cambridge logosi bo'yicha qilib ko'ramiz endi. Cambridge logo. Hop, buni logosini copyright qilib, mashitga bosamiz, edit qilib, yo'ldan tashlaymiz logosini. Keyin bu Bellissimo logosini o'chirib tashlab, bu yerdan Bellissimo pizzani o'rniga biza Cambridge deb yozamiz va bu yerdan remix bosamiz. Ozgina kutsak tayyor bo'ladi rasmimiz. Shu hop, siz bu yerda promptni mana shu videodagi opsiyasida olsangiz bo'ladi. Bemalol undan foydalanib o'zingizam shunaqa rasmni tayyorlasangiz bo'ladi. Buni so'rida emas, oddiy ChatGPT'da ham tayyorlasangiz bo'ladi. Tekin versiyasida ham kuniga 2 yoki 3 limit beradi. O'sha limitdan foydalanib qilsangiz bo'ladi. Rasmlar bo'yicha 2-3 limit beradi.
Bunisi ham tayyor bo'ldi. Mana bunga ham kirib ko'rsak, bu ham yaxshi chiqqan. Hopla, yetib yaxshi chiqqan. Hamma narsalar joyida. Bunisi ham yaxshi chiqqan. Ko'ngildagidek mana suvda turibdi. Balon yaxshi bo'lib chiqqan, logotip ham chiroyli bo'lib chiqqan. Hop. Video darsimiz shundan iborat edi. Yana grafik dizayn va sun'iy intellekt bo'yicha savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, shunaqa video darslik ko'rinishda tayyorlab chiqishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgancha va boshqa savollaringiz bo'ladigan bo'lsa ham kommentariyada yozib qoldirsanglar, javob berishga harakat qilaman. Rahmat.